Assalomu alaykum motoblog ishqibozlari. Mana bugun sizlarga obzor qilib o'tadigan motoblogimiz 7 ot kuchli motoblog bo'ladi. Motoblogimizning nomi milliy brend Atlas deb nomlangan. Ko'rishlaringiz mumkin, gabarit jihatdan o'ta katta va 4 qatorli frezalarga ega bo'lgan kobra pichoqlar bilan jihozlangan. Motoblogimiz yoqilg'isi benzin bo'ladi. Balonlari hamma yoqda 400 ga 8 bo'lsa, bizda 500 ga 10 balonlar qo'yilgan, chunki arava tortish uchun ham moslangan bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin, buni alohida filtrida yog' quyadi. Yog' sababki motorga chang o'tib ketmasligida filtrlash vazifasini bajarib beradi. Motoblogimiz motori 170F motor, korobkalari esa usulli qilingan, o'shaning uchun katta balonlar bilan jihozlangan bo'ladi. Orqasida mana qishloq xo'jaligidan ham bemalol foydalansangiz bo'ladi. Bundan tashqari bu motoblogimizda yana bir asosiy fishkalardan biri buni oldida faralari va statorlari bilan jihozlanganligida. Ko'rib turibsizlar, mana akkumulyatorlari kalitlari. Bemalol yurgizgandan keyin statorda foydalanib o'chirib yoqsalaring bo'ladi. Kimga xuddi shu turdagi motobloglar zarur bo'lsa, ekranda nomerlarni qoldiramiz. Aloqaga chiqib zakaz qilsalaring bemalol yetkazib beramiz.